Assalomu alaykum. Ramazon oyi uchun iftorlik yoki saharlik uchun ajoyib taom tayyorlaymiz. Bizga tovuqqa file qismi kerak bo'ladi. O'rtacha kattalikda kesib olamiz va bolg'acha bilan отбивнойga o'xshab urib chiqamiz. Endi fileni ikkala tarafiga tuz, maydalangan kashnich urug'i va murch sepib chiqamiz. Hamma filelarga sepib chiqqandan keyin yarim soatga chetga olib qo'yamiz. Endi quymoq tayyorlab olamiz. 2 ta tuxum, keyin filedan qolgan pripravalarni sovuramiz va ozgina un solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Skavorotkaga ozgina yog' qo'yib, sal qizdirib, quymoqqa filelarni botirib, bo'ktirib, orqa va oldini qizartirib olamiz. Qizarib chiqqan filelarni qozonga birinma-ketin taxlab chiqamiz. Qozonga quyishga sok tayyorlaymiz. Yarim litr sokka 1 puchok kashnich va 5-6 ta zubchik chesnokka to'g'rab olib, qozonga quyamiz. Ozgina tuz ham sovuramiz. Endi garnir tayyorlab olamiz. Utina makaroshkani yog'da qizartirib, ketidan guruch solamiz. Guruchni ham qovurib, suv quyamiz va 20 minutga dimlab qo'yamiz. Yarim soatda filelar ham mana shunaqa chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.